5. Bab Əməli bolğan nişan balda özlüğü bolğan işençni texmi aşırdı. Bir neçə ay ötüb getdi. 1 minutluq dada bu ballarning uni erkiltib chaqirishi. Ballardan haqiqatan faxrlangan bo'ldi. 5 bala o'zaro nayt chiqishib o'tayotdi. Ularning o'zlariga bo'lgan tuyg'usi burunqa qaraganda nayt yaxshi edi. Dada o'zi va ballarning o'zaro bir-birini hurmat qilish asosida 1 minutlik maqtash va 1 minutlik tanqidni ilib berayotgan va qabul qilayotganligidan nayt xushal edi. Ular orasidagi munosabat yaxshilangandan keyin oiladagi har biraylan hatto dadasimi nayt xushal etayotdi. Ular shodxo'ram bir oila kishilarga aylangan edi. Bir kuni kechqurun dada mehmonxona uyda o'tirib aram alg'ash xiyol surayotdi. Bayatdan u qizning topshiriq ishlayotganligini ko'rgan chog'da tuyuqsiz ilhomga kelib, kishilar tafakkurni qanday qilib bordi degan masala qallasida paydo bo'ldi. U kasbda nayt tutuq qozongan bo'lib, mo'l bo'lgan xizmat tajribasi uningga qatnashish tuyg'usining kishilarning aktivjonligini texmi yaxshi qo'zg'aydiganligini bildirgan edi. Saat qanday qilganda ballalarimni o'zligidan o'z turmush ishlarini o'z bir taraf qila oladigan qila olayman deb o'yladi u. U to'g'ri bo'lgan usuldan birini o'ylab chiqargan bo'lsa, o'zining ballar bilan hozirgidan mubakkirak erkin o'tadiganligini biladi. U chaqda u nayt oddiy bo'lgan bir qonuniyatni o'yladi. Nishon ish harakatni yetaklaydi. Natija ish harakatni mustahkamlaydi. Dada o'zining burundan tartib ballarga ish harakatining natijasini ta'kidlaydiganligini his qildi. Biroq u o'z bildigan muvaffaqiyat qozongan shaxslarni o'ylaganda, ularning bir xil o'xshashligining borligini, ya'ni ularning nishonning aniq ekanligini payqadi. Ular o'zlarining turmushidan nimalarga erishmoqchi bo'lganligini aniq biladi. Ko'p qism muvaffaqiyat qozonuvchilar o'zlarining qanday muvaffaqiyatga erishmoqchi ekanligini nihoyat aniq bildigan. Ular muvaffaqiyatga qandaqla aniqlim bersin, muhabbat, boylik, hissiyot degandek, ular o'zlarining eng oxirida erishmoqchi bo'lgan narsaga nisbatan tunishi nihoyat aniq ekan, deb o'yladi dada. Dada iqtisodiy jihatda nihoyat zo'r muvaffaqiyatga erishgan bo'lib, ilgari nishonni xizmatga tatbiqlashning g'oyat zo'r turkilik rolini tadqiq qilib boqqan. Biroq u buni oila turmushiga tatbiqlab ishlatishni azaldan o'ylab boqmagan edi. Mayli tantarbiya, iqtisod, san'at yoki boshqa sohalarda bo'lsin, eng yaxshi natijaga erishgan odamlarning ko'p qismining ilgari o'zlariga nihoyat konkret bo'lgan kurash nishoni belgilab olganligini biladi. Ozgina natijaga erishgan odamlarning nishoni bo'ldi. Faqat ular nishonni yezib boqmagan yoki konkret yozmagan. U odamlarmi utuq qozongan. Biroq bu xil utuqlarni zo'r muvaffaqiyatga solishtirsa hech nimaga arzimaydi. Mutlaq ko'p qism odamlar o'zlarining nishonining nima ekanligini faqatla bilmaydi. Shunlashqa ularning turmushdan bahramand bo'lgan xushalliqi oldingi ikki xil odamga qaraganda nihoyat oz bo'ladi. O'ylab bu yerga kelganda dada Palitoning qonunini esiga oldi. 16-asrda yashagan iqtisodshunos Palito Italiyada butun davlatdagi 80% boylikning 20% odamning qo'lida ekanligini bayqagan. Iqtisodiy ahvoli, siyosiy ahvoli va jamiyat qurilmasi o'xshash bo'lmagan boshqa davlatlarni kuzatgandimi, yanada o'xshash ahvolni bayqagan. Hozirgi jamiyatmi dal shundoq deb o'yladi dada. Az bir qism odamlar turmushning ko'plagan foydasiga erishgan. Masalan, muhabbat, do'stlik, moddiy kapolat qatorliqlar. Necha asrdan beri dunyo shundoq bo'lib kelgan. Agar bir odam bir parcha nonning 4 qismiga, ya'ni boshqa 4 odam bu nonning aram bir qismiga ega bo'lsa, u chaqda bu nihoyat adil bo'lgan bo'lmaydi, deb ishkillab o'yladi dada. Bu chaqda ikkinchi qizi yotoq uyga kirib keldi va dada ingliz tilini takror qilib beramsiz deb so'radi. Bu qizning matematika va tabiiy fan natijasi yaxshi bo'lib, ijtimoiy fanlarda bir oz qiynaladi. 2 oyning oldida u planni faqatla e'tirof qilmagan edi.
Biroq hozir uningda o'ziga bo'lgan ishonch bo'lg'achqa, tirishib o'zining yetarsizligini to'liqlamoqchi bo'ldi. Dadisi yarim oqshom degidek vaqt sarf qilib, uningga o'zligidan o'rganish usulini o'rgatdi. Bola chiqib ketgandan keyin dada har birimizning kuchlik va ojiz tarafimiz bo'ldi deb o'yladi. U o'zining eng bo'lmaganda oilani boshqarishga qaraganda xizmatdagi ishlarni bir taraf qilishga moyil ekanligini biladi. Biroq u bu xil ahvolni tirishib o'zgartmoqchi edi. Balni tarbiyalashga doir masalalarni u burunga qaraganda ko'p o'ylangan bo'ldi. U bolalarning buyruq bo'yicha ish qiladigan, sızgan siziqdan chiqmaydigan bolalardan bo'lishni xohlamaydi. Yaxshi bola bo'lish qalbiqi ostida ko'plagan bolalar o'zlarida bor bo'lgan talant va jo'shqinlikdan ayrilib qolgan edi. U dunyodagi kishilar eng qiziqadigan ba'zi odamlarning ilgari ashundoq odamning beshini og'ritadigan bolalar ekanligini bayqadi. Men bolalarimning o'zlari umid qilgan odam bo'lib yetilishini hamda o'zi va turmushga aktiv pozitsiyada bo'lishini umid qilaman. Yaxshi bo'lgan kishilik turmush pozitsiyasi ota-onaning bolalarga bergan eng isil sovg'asidir, dedi u bir qarorga kelib. Bu chaqda dada tuyuqsizla o'zining nima ishlarni qilayotganligini o'ylab yetdi va o'z-o'zini masxar qilib kulib ketdi. Men hozir ularning o'rnida nimaning ularga foydali bo'lganligini o'ylab ketibdiman. Bu ishlarni men emas, balki ular o'zlari o'ylash kerak. Bu chaqda uning xayoli yana chechildi. Bu qitim kirgini cho'ng qiz edi. Dada, bu hafta oxirdagi dam olishda biz Wilson oilasidagilarni uyimizga mehmonga taklif qilsak bo'lamdi? Faqatla Wilson oilasidagilarning bolalari jumo. Dada o'ylanib qoldi. Bu juma kuni kechqurundan shanba kuni kechqurungacha uyda yana 4 bola ko'paydi deganlik edi. Qizi dadasining bir oz ikkilanayotganligini ko'rib, biz degan tuqqan tursak, doim birga o'ynashimiz kerak-ku dada, dedi. Bu qiz dadasini ma'qul keltirishni aniq biladi. Chunki oila dadaning hozir eng ko'ngil biladigan ishi edi. Dada uning taklifiga qo'shildi. U qarindishining bu bir necha bolasini haqiqatan yaxshi ko'radi. Biroq hozirgi masala qanday qilib bu 9 balni bir uyda inoq o'tadigan qilish. Uning ustiga saq bir kun. Juma kuni kechqurunligi dada barliq tayyorliklarni bitkizib bo'ldi. Mehmonlar kelishga u barliq bolalarni bir yerga yig'ib, ularga yig'in ochdi va nishonni belgilash masalasini muzokara qildi. Ko'pchilik sizlar hammanglar nihoyat xushal bo'lgan bir kunni o'tkazishni xohlaysizlar. Mening atrofinglarda yurib boshqarishimni xohlamaysizlar-ku deyman. Shunga mening bir amalim bor. Sizlar hammanglar bir varaq qog'oz va birdan qarindosh olib kelinglar. Bolalar qaytib kirgandan keyin u sizlar bu haftalik dam olishni qanday o'tkazishni xohlaysizlar deb so'radi. Bolalar biri uni, biri buni deb varang-churang qilishib ketdi. Dada ko'pchilikni tinchlantirib, har biringlar o'zinglarning bu haftalik dam olishdagi orzuinglarni qog'ozga yozib chiqinglar, dedi. Bolalar uning degani bo'yicha ish ko'rdi. Andin ustalning atrofida o'ltirishib, o'zlarining haftalik dam olishdagi orzularini navbat bo'yicha o'qib chiqishdi. Ular nihoyat tezla o'zlari yozib chiqqan bu ishlarni bir yildimi qilib bo'lolmaydiganligini bayqashdi. Oxirida amalsiz arzularni qisqartib tuvandiga chiqildi. Birinchi, nihoyat xushal o'tkazamiz. Ikkinchi, ko'pchilik bilan parangsilashib nihoyat kech uxlaymiz. Uchinchi, pecheni pishiramiz va qo'noq eltirib yeymiz. To'rtinchi, unsin do'koniga boramiz. Beshinchi, kino ko'rgili boramiz. Oltinchi, bir kun kechda o'ylab yotamiz. Yettinchi, qo'roda kavob pishiramiz. Bular o'qilib bo'lgandan keyin dada, hozir bizning hafta oxirlik orzuyimiz bor bo'ldi. Endi qadamimiz bo'lsa, hammamizning ma'qulligini ilib, bu ishlarni amalga oshirish. Men oldi bilan aytay, o'yladi qo'nishinglardan boshqa hamma orzuyinglarga qo'shilman. Sizlar varang-churang qilib o'ynasanglar, qo'shinlarga cho'qim avojliq keltirsizlar, dedi. Yeshi cho'ngroq bir bola. Agarda biz asta gap qilishib, jimit uxlab qolsak bo'lamdi,
deb taklif berdi. Agarda shunday qilsanglar, mening boshqa fikrim yo'q deb javob berdi dada. Undaq bo'lsa, biz buni kechida o'yladi qonimiz, asta bo'sh ovoz paranglashib uxlab qolamiz deb o'zgartaylik. Qani buni qo'shib yezib qo'yaylik. Ballar yezib qo'ydi. Yana bir bala. Siz bayatdan bizga faqat bir qism arzuinglar amalga oshadi dedingiz. Boshqa arzularimiz nima uchun amalga oshmaydi deb so'radi. Dada u baldan, agar siz bir oila boshliq bo'lsangiz, uyingizda 9 bal bo'lsa, u chaqda siz qanday qilardingiz deb so'radi. Balalar bir-biriga qarashib biroz jimib qoldi. Bir kichik mehmon jimjitlikni buzib, boshqalar telefonda so'zlashayotganda varang-churun qilmaslik kerak dedi. Ko'rilishqa bo'ldiki, u uyda boshqalarning mushundaq deganini anglagan. Nayt yaxshi, qani bunimi yezib qo'ying. Shu qog'ozning keniga ulab yezing. Shunda qilib ballar tuandikidek xilichiq yaxshi amallarni o'ylab chiqdi. Birinchi, boshqalar telefonda so'zlashayotgan chaqda varang-churun qilmaslik. Ikkinchi, o'zining uxlash xaltasini o'z yig'ishtirish. Uchinchi, har qanday ishni qilib bo'lgandan keyin narsalarni rahatlab joy-joyiga qo'yish. To'rtinchi, axlatni sirtqa ilib chiqib to'kib o'tish. Beshinchi, qoch yuvish. Oltinchi, o'z o'rin silish. Yettinchi, o'yinchoqlarni boshqalar bilan tang o'ylash. Sakkizinchi, urushmaslik, ichil inoq o'tish. Sizlarni tabriklayman, dedi dada ko'pchilikka qarab. Sizlar o'zinglarning 1 minutlik nishoninglarni belgilab bo'ldinglar, dedi. Nima? Deyishdi bir necha bola tushunmagan holda. Sizlar allaqachon kallanglarga yuz berishni umid qildigan ishlarni yezib bo'ldinglar. Yana tahi nihoyat yaxshi qildinglar. Sizlarning nishoninglar nihoyat konkret va amaliyotga uyg'un bo'ldi. Nima uchun buni 1 minutlik nishon deymiz? Deyishdi bir necha bola qiziqqan holda. Men sizlarga aytsam, bolalar, sizlar yozganinglarni o'qib bo'lib, andin u qog'ozni o'rib qo'yinglar. Men vaqtga qarab turay, deb javob berdi dada. Kichikroq birsi aldirmay o'qidi. Ko'pchilikning hammasi o'qib bo'lgandan keyin dada, sizlar barliq nishoninglarni o'qib bo'lishga faqat 1 minutlik vaqt ishlatdinglar, dedi. Shunlashqa bularni 1 minutlik nishon deymiz, to'g'rimi? deb so'radi bir bola. To'g'ri, uning ustiga tuvandikimi nihoyat muhim, dedi-da, ularning varaqning keniga tuvandiklarini yozg'izdi. 1 minutda nishonimga qarayman, harakatimga andin qarayman, andin ikkisining birdek bo'lgan bo'lmaganligiga qarayman. Tushandim, dedi mehmonlardan birisi. Siz bizning 1 minutda o'zimizning nishonimizni o'qishimizni, andin bizning arzuyimiz bo'yicha ish ko'rgan ko'rmaganligimizni ko'rib beqishni o'ylaydigansiz. Asosiy jihatdan mushmanda, dedi dada. Biz erishmoqchi bo'lgan narsamizni kallamizda takror o'ylayversak, balkim uningga erishib qolishimiz mumkin. Men bir ishga tuzatish beray. Zadiman sizlar erishmoqchi bo'lgan narsaga erishtirmoqchimi yoki sizlar o'zinglar u narsaga erishmoqchimi? Men sizlarga 1 minut orqali o'zinglarning nishonini o'ylantirmoqchimi yoki sizlar o'zinglar mushunda qilmoqchimi? Sizlar zadi kim uchun mushunda qilsizlar? Balalar kulib ketdi va yuqori ovozda o'zimiz uchun deyishdi. Bu chaqda cho'ng o'g'li, meningcha biz hozir o'zimiz bir yig'in ichib qildigan ishlarimizni taqsim qilib olaylik. Biz cho'qim qila olamiz, dedi. Dadisi balalarning yig'inning qarorini yozganini ko'rmadi. Biroq yig'indan keyin barliq ishlar nihoyat o'ngishli bo'ldi. Ko'p qism vaqtda asosan o'ngishli bo'ldi. Birinchi kun oqshimi o'ylab qo'ngan 2 balaning ovozi chingroq chiqib ketgan edi. Dada ularni ayrim chaqirib akirib, u ikkisiga 1 minutlik tanqid qilib berdi. Shuningdan keyin bu 2 balaning ifodasi izchil yaxshi bo'lib keldi. Shanba va yakshanba kun atdiganligi dada balalarni bir yerga yig'ib, ularga o'zlarining nishonini nihoyat tezla takrorlatqizdi va o'z harakatlarini tashrid qildi. Balalarning birlikda qilgan munozarasini anglash haqiqatan bir qiziqarli ish edi. Dada balalarning nihoyat xushal kayfiyatda kichik mehmonlarga 1 minutlik tanqid va 1 minutlik maqtash ilib borganligini anglab, nihoyat qiziqarli his qildi.
Uzoqqa qolmay bu kichik mehmonlarning o'zlarining o'ylaganlarini nihoyat aniq qilib bu kichik xo'jayinlarga ifodalab bera oladigan bo'lganligini his qildi. U bolalar uchun nihoyat xushal bo'ldi. Chunki bundaq samimiy bo'lgan fikrlashish ular orasidagi munosabatni texim yaqinlashtiradi. Amaliyotda bu qatim ta'minlash bu bolalarning uzoqdan beri o'tkazgan eng ko'ngilli kunlar bo'ldi. Kichik mehmonlar ketadigan chog'da uy egalariga to'xtamay rahmat etdi. Buningdan bahrilangan dada o'z-o'ziga 1 minutlik maqtash ilib bordi. U hozir 1 minutlik maqtash, 1 minutlik nishon, 1 minutlik tanqidlarni sinab ko'rdi va bu usullarning nihoyat unumli bo'lganligini bildi. Bu qatimqi muvaffaqiyatli bo'lgan dam olishdan keyin dada bolalarga yana mening nishonimni tunishtirdi. Hammamizning birlikda nishon belgilaganimiz esinglardimi? Bularning hammasi biz ko'pchilikning nishoni. Ya'ni 2 yoki uningdan ortiq bo'lgan oila a'zolari o'rtaq e'tirof qilgan nishon. Hozir sizlar maxsus o'zinglar uchun biror ish qilishni o'ylamsizlar. Anglamoqqa yomon emasdek turdi, dedi bolalar qiziqqan holda. Undaqchi sizlar o'zinglarda yuz berishni orzu qilgan ishlarni yezinglar. Xuddi u ishlar o'zinglarda yuz berayotgandek yezinglar. Yana sizlar orzu qilgan bu ishlarning yuz beradigan vaqtini yezishni unutib qolmanglar. Ya'ni mening salomatligim nihoyat yaxshi. 5-oyning 5-kuniga kelganda men sog'lom bo'lgan oziqlanish odatini yetildirdim. Hamda kuniga 3 inglizcha yuguradigan bo'ldim. Deganda qilib yozsanglar bo'ldi. Bolalar nihoyat tezla dadasining aytgani bo'yicha o'zlarining har xil nishonlarini yozib chiqdi. Men madad berish komandasining a'zosi bo'ldim. Har kuni mashqqa qatnashdim. Eng oxirgi qatim tanlash 3-oyning 11-kuni o'tkazildi. Men o'zimdan nihoyat mamnun. O'zimning doim bir ishlarni to'g'ri qilganligimni his qila olaman. 5-oyning 1-kunidan ilgari men mushundaq yaxshi tuyg'ularda bo'laman. Dada bolalarning g'oyalari yozilgan bu qog'ozlarni ko'rgan chaqda o'zining bolalar bilan nihoyat inoq o'tayotganligini tuyuqsiz his qilib qoldi. U ko'nglida o'ylaganlarini tuvandikicha qilib xulosaladi. 1 minutlik nishon. Faqat tuvandikicha bo'lganda 1 minutlik nishon nihoyat unumli bo'ldi. Oila a'zosi bo'lish sifatimiz bilan bizda aniq bo'lgan o'rtaq nishon bo'lishi kerak. Bizning nishonimiz uningdan boshqa yana har bir oila a'zosining o'zlarining nishoni bo'lishi kerak. Mening nishonim. 2. Biz hammamiz o'rtaq qarorimizni tirishib ishga oshirishimiz kerak. Bundaq bo'lganda ko'pchilik bu oiladan o'z erishmoqchi bo'lgan narsalarga erishganligini his qildi. 3. Biz hammamiz bir varaq qog'ozga taxminan 1/2 varaq atrofida o'zimizning nishonni yozamiz. Buni faqat 1 minutda o'qib bo'la oladigan bo'lish kerak. 4. Bizning nishonimiz nihoyat konkret bo'lishi kerak. U har birimizning qaysi vaqtda nima ish qilganligimizni ayrim-ayrim tushuntirsin. Masalan, men ni ishga oshirdim. Men ni qilyapman. Bo'lganda amalga oshirman. 5. Har birimiz doim o'zimizning nishonni takror aslab, buni bir odat, bir xil fikr qilish usul qilishimiz kerak. 6. Men pat-pat 1 minut vaqt ajratib, nishonim bilan ish harakatimni silishtirib, ikkisining mos kelgan-kelmaganligiga qarayman. 7. Men bolalarimni mushundaq qilishga rag'batlantirman. 8. Biz bir oila kishilari har haftada bir yerga yig'ilib, o'rtaq nishonimizni takrorlab, olg'a ilgirlamaganligimizga qaraymiz. Ba'zi bolalarning yantiqi o'zlarining nishoni bo'lib, buni boshqalarga aytqisi kelmaydi. Chunki ular boshqalarning o'zlarini bu nishonga yetolmaydi deyishdan asraydi. Dada har bir bolaning mag'fiyatligiga hurmat qiladi. Ularning nishonining nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir har bir bola o'zining turmushini o'zi boshqarib keta oladiganidek his qildi. Ularga nisbatan ota-onaning orzusini qanoatlantirish eng muhim ish emas bo'lib qolgan edi. Hozir ular nihoyat xushal holda o'zlarining turmushiga mas'ul bo'lishga boshladi. Hattoki eng kichik qizmi qayrindosh orqali o'zining nishonini sizib bu safga qatildi. Dada nihoyat xushal bo'ldi. 1 minutlik nishon, 1 minutlik maqtash va 1 minutlik tanqid usuli faqat uning usuli bo'lib qolmasdan, bolalarning usuli bo'lib qoldi. Bu 1 minutlik dada va uning bolalarga nisbatan oila turmushi barabar ko'ngilli bo'layotdi.
Biroq yana bir oila ularga o'xshash bundaq xushal emas edi.